hayqiriqlar oddiy hayqiriq emas. Bu butun stadion bo'ylab Cristiano Ronaldoni so'rab baqirayotgan muxlislar ovozi edi. Assalomu alaykum. Siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Mana 2 o'yindirki, Cristiano Ronaldo Al Nassr safida maydonga tushmadi. Shu o'tkazilgan o'yinlarda Al Nassr Ronaldosiz ham ikkala o'yinda g'alabaga erishdi. Ammo muxlislarga faqat Ronaldo kerakligi sababli butun stadion bo'ylab 7 raqami tushirilgan bannerlarni ko'targan holatda Cristiano Ronaldo deya qayta hayqirishdi. Cristiano Ronaldoning maydonga tushmayotganligi yoki tushirilmayotganligi haqida o'z fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim ahamiyatga ega. Do'stlar, bizlarni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.